Endi bo'lsa Python dasturlash tilidagi o'zgaruvchilar bilan tanishib chiqamiz. O'zgaruvchi bu qiymat uchun xotiradagi joy hisoblanadi. Biz sizlar bilan to'rt xil turdagi o'zgaruvchilarni ko'rib chiqamiz. String, integer, float va boolean. Name nomli o'zgaruvchi bor deb tasavvur qilamiz. Unga biror narsani tenglash uchun teng operatoridan foydalanamiz va bu ikki qo'sh tirnoqning ichida bo'ladi yoki bir qo'sh tirnoqning ichida ham bo'lishi mumkin. Ikkita qo'sh tirnoq afzal ko'riladi. Birinchi o'zimizning ismimizni yozib ko'ramiz. Bahodir masalan. Buni ekranga chiqarish uchun printning ichiga o'sha name ni berib yuboramiz. Ko'rishingiz mumkin, mana ismimni ekranga chiqarib berdi. Demak, siz ismingizni saqlab olgan mana shu name nomli o'zgaruvchini boshqa tekst bilan birga ham chiqarishingiz mumkin. Buning uchun bizga f string kerak bo'ladi. Demak, f ni birinchi yozib olamiz. Keyin ikkita qo'sh tirnoq ichiga tekstni yozishni boshlaymiz. Demak, hello gulli qavsning ichiga name ni berib yuboramiz. Demak, hello Bahodirni ekranga chiqarib berdi. Keling endi boshqa o'zgaruvchi yaratib ko'ramiz. Masalan, ovqat. Misol uchun o'zingiz yoqtirgan ovqatni yozishingiz mumkin. Pizza. Endi xuddi mana shu narsani tekstimizga qo'shib yuboramiz. Hello Bahodir, keyin ovqatni berib yuboraman. U demak pizzani ifodalaydi. Mana shu natijani ekranga chiqaryapti. Keling endi email yaratib ko'ramiz. Email o'zgaruvchisiga emailni berib yuboramiz. Misol uchun mana emailni yozib oldik, endi ekranga chiqarib ko'ramiz buni. Ko'rishingiz mumkin. Biz berib yuborgan emailni tekstimizga qo'shib ekranga chiqarib berdi. Bu string edi degan komment qo'shmoqchiman. Demak, o'tgan darsimizda aytib o'tdim, kommentni panjara orqali yoziladi. Demak, bu string edi nomli komment yaratdim. Uni tagida stringlarimiz turibdi deb. Keling endi integerni ko'rib chiqamiz. Masalan, yosh, kimningdir yoshi 25. Integer qo'sh tirnoq ichida bo'lmasligi kerak. Bu o'sha oddiy raqam ko'rinishida beriladi. Chunki u oddiy sondir. Agar qo'sh tirnoq ichida beradigan bo'lsak, u string ko'rinishidagi son bo'lib qoladi. Endi uni ekranga tekst bilan chiqarib ko'ramiz. Demak, yoshni berib yuboramiz. Endi esa ekranga chiqaramiz buni. Sen 25 yoshsan ko'rinishda ekranga chiqarib berdi. Kiloda misol uchun f stringning ichiga sen kilo shakar sotib oldingni berib yubordik. Kilo esa bizni berib yuborgan qiymatimizni o'ziga saqlab qo'ygan. Endi esa ekranga chiqarib natijani ko'ramiz. Demak, sen 10 shakar sotib olding. Endi kilo qolib ketibdi, qo'shib qo'yishimiz mumkin. Demak, bular integer edi. Biz integerlarni arifmetik amallarda qo'llashimiz mumkin. Endi esa keling floatni ko'rib chiqamiz. Float demak haqiqiy sonni bildiradi. U o'sha sonning nuqtadan keyingi qiymatlarini ham o'zida saqlab qoladi. Ya'ni o'sha sonni to'liqligicha o'ziga oladi. Misol uchun narxni yozib ko'ramiz. Uning narx so'm deb berib olamiz. Demak, uning narxi 10. O'sha nuqtadan keyingi qismini ham ko'rsatyapti, so'm. Endi yana bitta boshqa misol, baho 5,5. Demak, sening bahoying 5,5 ko'rinishda ekranga chiqarib berdi. Keyingi o'zgaruvchimiz boolean bo'ladi. Boolean demak ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin, true va false ko'rinishida. Keling misol orqali ko'rib chiqamiz. Misol uchun siz studentsiz. Agarda student bo'ladigan bo'lsangiz, true ni ishlatamiz. Agarda siz misol uchun student bo'lmasangiz, ya'ni studentlikni tugatgan bo'lsangiz, false ni ishlatib ko'ramiz. Print orqali ekranga chiqarib ko'ramiz. Siz studentmisiz dedimda va studentni berib yubordim. Endi buni ekranga chiqarganimizda demak, siz studentmisiz deganda false, ya'ni student emasman. Buni mana shu tarzda to'g'ridan-to'g'ri ishlatmaymizda, shartimizga qarab turib false yoki true dan foydalanishimiz mumkin. True yoki false o'zgaruvchisi if statement bilan, ya'ni if bilan qo'llaniladi. Misol uchun if student bo'lsa, ya'ni bu ko'rinishda student true bo'ladigan bo'lsa, printni ekranga chiqar, ya'ni men studentman
yoki agarda student bo'lmaydigan bo'lsam birinchi holatda agarda true bo'ladigan bo'lsa, ya'ni student bo'ladigan bo'lsa, misol uchun if ga student berib yuborsak, bu degani student true ni belgilaydi. Mana shu holatda men studentman deb ekranga chiqaradi. Aks holda, ya'ni false bo'ladigan bo'lsa, men student emasman yozuvini ekranga chiqaradi. Demak, hozir men student emasmanni ekranga chiqardi, chunki bizda false qiymati turibdi. Agar buni true qiladigan bo'lsak, ekranga men studentmanni chiqaradi. Mana ko'rishingiz mumkin, men studentman degan yozuvni ekranga chiqardi. O'zgaruvchi demak qiymat uchun xotiradagi jon hisoblanadi. Bizda Python dasturlashtirishda 4 xil o'zgaruvchimiz bor, ya'ni string, integer, float va boolean. Demak, string bizga shu text ko'rinishidagi ma'lumotlar bilan ishlaydi. Integer bo'lsa butun son, float haqiqiy sonni bildiradi. Shu nuqtadan keyingi qiymatlarni ham o'ziga oladi. Keyingisi bo'lsa boolean true false holatda ishlatiladi.